Kadis erimni, meni va 22 oylik o'g'limni strafovkalari kadis qaynonamni nomiga yozilgan. Chunki qaynonam agar meni nomimga yozilsa, men ishlaydigan kompaniya tomonidan skidkalar qilib beradi, ya'ni kompaniyam to'lab beradi deganlari uchun men o'g'limniki bilan birgalikda strafovkani qaynonamni nomiga yozdirganman. Strafovkani plyus tomonlari, agar men kasal bo'lib больницаga yotadigan bo'lsam, men ishlatgan pulga qaraganda 2 baravar qilib strafovka kompaniyasi menga qaytarib beradi. Minus tomoni esa har oy strafovka kompaniyasiga pul o'tkazib kelishingiz kerak. Kasal bo'lasizmi, kasal bo'lmaysizmi, unisini farqisi yo'q. Lekin men uchun yana bitta minus tomoni, agar men kasal bo'lib больницаga yotadigan bo'lsam, men ishlatgan pullarimni strafovka kompaniyasi menga emas, qaynonamni bank shotlariga o'tkazib beradi. Chunki meni strafovkam qaynonamning nomlariga yozilgan. Hattoki 22 oylik o'g'limning pullari ham kadis qaynonamning shotiga tushadi. Strafovkani men to'layman, lekin strafovka kompaniyadan chiqadigan pulni esa kadis qaynonam oladi. Bu haqida men ham yaqinda bildim. Meni pulimni-ku mayli ishlatsalar ishlatursalar, lekin nevaralarning puliga tegmasalar yaxshi bo'lardi.